bugun sochimni bo'yaymiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalarni hammasini oldimizga olib olamiz. Kraskani aralashtirish uchun idish, soch uchun qistirgichlar, taroq, na всякий случай. Tegib qolsa, sразу mitsilarkada artish uchun mitsilarka va paxtali disklar. Eng qizig'i, menda sochni bo'yash uchun spetsialniy shotkasi yo'q. Hozir sochimning rangi bu meni tabiiy rangim. Bo'yayotgan rangim anorri rangi. Tsarskiy granat. To'g'risini aytsam, bunaqa rangga birinchi marta bo'yashim va o'zi sochimni juda ham kamdan kam bo'yayman. Oldinda tug'ilgan kunim, yangi yil bo'lgani uchun yangilik xohlab shunaqa rangga bo'yashga qaror qildim. Ishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib kraskani aralashtiramiz. Kraskani bittasi 38 ming ekan, ko'ramiz 38 minglik kraskani ichida nimalar bo'ladi. Bu kraska молочкоsi aralashtirish uchun bu bilan birgalikda perchatka. Instruksiyasini o'qib ko'ramiz обязательно. 25 minutdan 35 minutgacha ushlash mumkin ekan. Faqat qora rangli sochlarni ham qizilga olib kelar ekan. Qanchalik rost yolg'on hozir ko'ramiz. Ko'plar kremni qanaqa qilib ochishni bilmaydi-da, vilka yoki nimadir tiqadi. Zo'r lifehack, o'zi qopqoni orqasida mana shunaqa joy bo'ladi, unda tiqib olasizlar. O'zim vr qilgani keldi oldimga. Shotkam bo'lmagani uchun ko'proq qo'limni ishlatib bo'yayman sochlarimni. Birinchi pastki qismidan surib boshlaymiz. Xullas, kraskani sochimda 35 minut ushlab turdim. Endi yuvib, rezultatni ko'rsataman. Tadam! Xullas, hozir sochimni yuvib chiqdim. Faqat quritdim, boshqa hech narsa surmadim, qilmadim. Xuddi sochim emas, faqat boshimni terisi bo'yalganga o'xshayapti. No. Menga rezultat в любом случае yoqdi. Qanaqadir chuda narsa kutmaganman. Lila korobkadagi rang bilan solishtiramiz. Bu yoqda va'da berilgan, sochingiz qora bo'lsa, bo'yaganingizda mana bunaqa rang bo'ladi deb. Xullas, sochim aynan shunaqa rang bo'lmagan bo'lsa ham, menga rezultat yoqdi. Chunki хотя бы sochim rangi endi свежий ko'rinadi va oq sochlarim bo'yalib ketdi. Sizlarga rezultat yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.